Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Kech bo'lishiga qaramasdan biz Namangan viloyati Chust tumaniga tashrif buyurdik. Mahfuzaxonni xonadonlarida mehmondamiz. Mahfuzaxon shunaqa bir kasallikni hozir boshlaridan o'tkazib, hatto o'sha kasallik bilan xayrlashib ham bo'ldilar. Jigarda shunday bir muammo aniqlanganki, bu virusli gepatit emas, hech qanaqa virus aniqlanmasdan turib jigarlarda yana muammolar sodir bo'lgan. Va Max Herbal mahsulotini ichib juda ham chiroyli natijaga erishganlar. Shular to'g'risida o'zlaridan so'raymiz. Yana bir bor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush Rahmat kattakon. Soat hozir salkam 8 bo'lyapti, ha. Kech bo'lishiga qaramasdan xo'p dedingiz. Nima deydi? Bizni ham uzoq masofadan kelganimizni inobatga olib, yo'q demadingiz. Shunisiga ham rahmat. Siz Max Herbal mahsulotini necha oy ichdingiz? Hozir bu 3-oy ichishim, lekin orada menda 2 oy uzilish bo'ldi. Bir oy ichib uzilish qildi? Yo'q, 2 oy ikkita komplet ichdim. Orada uzilish bo'ldi 2 oy. Keyin yana boshladim. Lekin menda birinchi oy ichganimda 20 kunda men natijani his qildim. Qanaqa natija? Apparatga o'zi har doim bitta apparatga tushaman. O'sha tushib turgan apparatimda hamma a'zolarda, o'sha jigarimda ham 4 sm, qorataloqda ham 4 sm qisqarish bo'lib, o'sha 20 kunda his qildim. Undan keyin hali bormadim, chunki o'zimga ishonyapman, sezyapman. Tana his qildi, asosiysi. His qilyapti, ha. O'sha oddiy sog'lom odamday ishga borib kelib yuribman. Tushunarli. Sizda qarang. O'zi asosiy tashxis nima bo'lgan? Asosiy tashxis virus yo'q. Faqat surunkali gepatit, autoimmun gepatit. Ha. Endi oilamizda ham yo'q, hech kimda yo'q. Tahlil topshirgansiz. Tahlil topshirganimda, o'zi borganimda apparatda shuna deyishgan. Endi bunga ham 10 yildan beri mana tibbiyotda dorilar, aptekadan doktor yozib bergan dorilarni yozib, gastroenterolog yozib bergan dorilarni ichib, olib yurdim, lekin natija his qilmasdim. Razmeri hech ham 4 santimetrga qisqarmagan. Yo'q, bo'lmasdi unaqa. Licheniyani olib kelaverardim, o'zim olib yuraverardim. O'zim his qilib, o'zim borib, o'zim. Birinchi marta qachon bilgansiz jigaringizda muammo borligini? Birinchi oshqozonim og'rib, borib apparatga tushirganimizda o'shanda aytgan. Undan keyin o'sha nima deyishgan? Jigar kattalashgan. Yo'q, kattalashgan, ish bor, keyin surunkali gepatit bor degan. Keyin nimadan surishtirsa, kamqonlik deyishgan. Endi o'zimizda o'sha yerda tashxis qo'ygan kamqonlikdan. Endi men ham e'tibor bermaganman, yuraverganman, bezovta qilmagan. Keyin endi davolandim, lecheniya yozib berdi. Har doim borsam bir xil lecheniya olaman, mayli, rahmat ularga ham. Albatta, tibbiyotni ham, tabobatni ham inkor qilish kerak emas bunaqa paytda. Yozib berishadi, olaman har doim. Lekin natija ko'rmasdim. O'zi bir xil yuraverardim. Keyin gruppaga kimdir ulab qo'yibdi, sizni gruppangizga. Keyin Alloh rozi bo'lsin. Kim qo'shgan bo'lsa ham. Kuzatdim bir hafta. Bir hafta kuzatdingiz. Kuzatdim, keyin so'radim, o'zim ham savol berdim ularga ichganlar bilan. Keyin aytishdi, natijalarni tashladinglar, rosa ko'p, hammasini ko'rib keyin tavakkal deb 2 oylik oldim. Keyin 1 oyligida o'zi siz bilan gaplashganda xohlasangiz har oy tushing. Shunaqa dedingiz. Keyin 20 kunda borib tushib keldim. Yaxshi natijaga erishganimdan keyin endi hozir yana ichyapman. Yana davom ettiryapman. Xudoga shukr. Qarang. Demak, jigarda ham, taloqda ham har doim o'ziga tushsangiz, 10 yildan beri jigarda kattalash, taloqda kattalash deyilgan. Demak, 20 kunda qaytadan o'zingiz qilganingizda, salkam 1 oydan keyin, 4 santimetrga qisqarish bor. Bu mayli uziy qog'ozini tahlillari, o'zingizni tanangiz nimani his qildi? O'zimni tanamda ham ancha yengillik, qanaqadir haligi baribir hech narsa bezovta qilmasa ham qisilish bo'lardi-da. Ozgina og'ir ko'tarib qo'ysam, yo endi og'ir ish qilib qo'ysam bo'lardi. Qanaqadir o'shalardan qutuldimmi? Hazmingiz qanaqa? Hazmim yaxshi. Oldin qanaqa bo'lgan? Oldin endi ozgina bo'lib turardi-da. Jig'ildon qaynashlar bo'lmagan? Yo'q, narsalar yo'q. Yaxshi bo'lmagan. Ilgari ham bo'lmagan. O'zi mana qarang, jigarda gepatomegaliya tashxisida, taloq kattalashishida shunday holatlar bo'ladi. Trombositlar tushib ketib qoladi, albumin kamayib ketib qoladi va bemorda o'zida holsizlik, charchoq juda kuchli bo'ladi. Juda ham kuchli bo'ladi. Terida sababsiz qichishlar bo'ladi. Shunaqa belgilar sizda kuzatilmaganmi? Yo'q, faqat ko'zimning ichida sariqlik paydo bo'lgan. Hozir ham bor-ku, ozgina bor. Endi juda ham kam miqdorda hozir ham bor, kam bo'lsa ham o'shanda ko'payib ketadi ba'zida. Haligi o'zim o'shandan bilaman, ha, ko'zim sariq demayman deb muammo bo'lyapti deymanda.
keyin lecheniyaga boraman. Ungacha bezovta qilmasa bormasdim. o'ng qo'rg'osida osilib turgandek hislar va shunaqa narsalar taloq, chunki razmer jigarniki taloqdagi katta-da. Katta bo'lgandan keyin kapsulasida kengayib osilib turgandek hislar bo'ladi. Yo'q, bilmadim. Endi unaqa narsa bezovta qilmagan. Yo'q. Lekin o'sha og'ir ko'targanimda haligi og'ir ishlar bo'ladi-ku endi. O'shani qilganimda qanaqadir bo'lardi og'riq. Bo'lib keyin o'zi bilardimda, ko'zim ichini qarasam sarg'ayib ketardi. Keyin o'shandan o'zim bilardim, ha, bugun apparatga borib lecheniya olib kelamiz. 10 yildan beri mana shu lecheniya faqat Geptral, Gepamers olardim. Har 6 oy, 3 oyda olib turardim o'zim. Tushunarli. 10 yil ichida ola olmagan narsa qisqa muddatda tabiiy giyohlar bilan bo'lishi, razmerini 4 santimetrga qisqarishi bu albatta katta yutuq. Juda ham katta yutuq. O'zingizni asosiysi tanangiz his qilgan bo'lsa bo'ldi. Tanam his qiladi, ha. O'shanga yana 2 oylik olib oldim-da. Turaman profilaktika uchun ham albatta kerak. Hurmatli guruh a'zolari, mana eshitib turganingizdek, jigar bilan taloqda muammo bo'lishi uchun inson aynan virus bilan kasallanishi shart emas. Autoimmunniy gepatit bor bu yerda. Undan tashqari toksik gepatitlar bor. Endi hozir bularda tahlillarni oldin ham ko'rib bergan bo'lishim mumkin. Ko'rib bergansiz, tashlab berganman. Ilgarigisi masalan, hozir ilgarigisi tahlil, keyin yana 20 kundan keyin tushib kelgandan keyin o'sha ikkala tahlil ham bor sizga tashlab berganman ichkangizga o'zingiz. Fermentlarda ham muammo bo'lganmi sizda hech? Yo'q. Har doim fermentlar normada, faqat jigar taloq. Hozir yaqinda ham tushdim, olib chiqmoqman, o'sha yerda edi. Taloqlar jigarda, taloqda o'zgarish, lekin fermentlarga ta'sir qilmaydi. Mayda haligi holchalar bor, jigar ko'z yoshlari, o'shalar bitta bor edi, keyin 3-4 ta ko'payib qoldi. O'sha orada 3 oy uzilish bo'lib qoldi, o'sha oralig'ida ko'payib qoldi. Ha, tanadagi. Sizda ferment yuqori bo'lmasa, lekin qanaqa ko'z ichida sariqlik bo'ladi? O'sha fermentga hech topshirmagandim. Endi hozir topshirdim yaqinda. Norma chiqdi. Norma chiqdi, yaxshi. Chunki ko'z ichi sariq bo'lgandan keyin bilirubin miqdori xohlansa yuqori bo'ladi-da u narsa. Yo'q, yaxshi chiqdi omma. Yaqinda bir 3 kunmi bo'ldi topshirib, o'zim uchun topshirib qo'ydim, yaxshi chiqdi. Mahfuzaxon, mana 10 yil mobaynida davolanib keldingiz jigar talog'i uchun. Tibbiyotni ham, tabobatni ham inkor qilmadingiz. Tabobatni oxirgi endi mana shu 3 oy ichida tabobatni ichdingiz. Qolgan o'sha oldingi vaqtda 10 yil ichida faqat shifoxonada kimyoviy dorilar bilan davolandingiz. Shifokorlar nazorati ostida. Ikkalasini solishtirganingizda, tibbiyot bilan tabobatni solishtirganda o'zingizga qanday xulosa oldingiz? Tibbiyot ham kerak, tabobat ham kerak. Chunki o'zim ham tibbiyotda ishlayman. Albatta, o'zim ham tibbiyot vakiliman, o'zim ham shifokorman. Bu yerda tibbiyotni yomon deyish emas, bu yerda solishtirish ikkalasini bir-biri bilan. Qanday? Masalan, 10 yil dori ichdingiz, 3 oy giyoh ichdim, lekin 3 oy giyoh ichgan bo'lsam, 1 oyni 20 kunida men bundan natija sezdim-da. 4 santimetrga jigar talog'dagi bu 20 kunlik natija. Qisqa. Ha, qisqarish. Qolgan mana 3 oydan beri yana to'xtatmasdan, uzr chiqmasdan ichib kelib turibsiz. Unda qanday natija? Mahsulotni ichgandan keyin inson tanasi foyda ko'rgan narsani gapiradi-da odam. Kimyoviy dorida qanaqa bo'lgan, giyohda qanaqa bo'lgan. Buni ichganimdan keyin qanaqadir o'zimda yengillik ham his qildim. Mana ko'zimda sariqlik ham ancha yo'qoldi. Mahfuzaxon, mana mahsulotni ichgandan keyin faqat endi mahsulotni ichayotgan insonlar kontrolimda bo'lishadi. Mendan tashqari yana boshqa shifokorga ham shu tekshiruv qog'ozlaringizni ko'rsatdingizmi? Ha, o'zim shu 10 yildan beri bitta shifokor bilan shunaqa lecheniya olib turib, o'zi yozib berishardi. O'shani olardim har doim. O'zimga yordam bo'lib ketganda endi u. Keyin o'zim ham xohlasam olaverardim. Endi o'zimda qanaqadir yomon his qilsam borib olib kelardim. Lekin buni olganimdan, buni olib ichganimdan keyin natijasini ko'rsatdim ularga. Borib o'sha joylardagi apparatga tushib, o'zlariga ko'rsatdim. Keyin ko'rib zo'rsan-ku deb bitta tabletka yozib berishdi ular ham, lekin uni olmadim. Bunga ixlos qildim. Buni ichganimga uni olmadim. Bunga ishonganim uchun unga bormadim hali. Demak, o'sha shifokorni ham, o'sha 10 yillik sizni davolab kelayotgan shifokoringizga ham bu natijalar juda ham ma'qul kelgan. O'ylaymanki, o'sha shifokoringiz ham buni hech ham отказ qilmaganlar sizdan. Ichmaysan deb taqiq qo'ymaganlar. Ichaverdilar. Davom ettiravering. Ha, davom ettir, ichaversang yoqqan bo'lsa deyishdi, lekin o'zlari ham tashab qo'yma buni ham deb yozib berishdi, xo'p deb oldim, lekin uni olmadim. Buni ichyapman hozirgacha, chunki endi 4 santimetr qisqarish ham 10 yilda bo'lmagan-da. 10 yilda bo'lmagan natija, bu qisqa muddatda bo'lishi bu juda ham chiroyli uchun yana ham keyin olib ichishga qaror qildim-da. Gepatosplenomegalia tashxisi kichkina tashxis emas. Buni sizga shifokorlarim tushuntirgan bo'lishi kerak.
qachon biz bu tashxisni qo'yamiz, qachonki vena porta kengaysa, jigar sirroziga tortadigan holat bo'lsa, sirrozga xos deb tashxis qo'yishgan o'zi. Qo'yish bo'lishgan. Endi chiroyli qilib tushuntirmoqchi edim, lekin siz tashxisingizni bilar ekansiz. Endi albatta bilgan ma'qul. Bu qo'rqinchli tashxis albatta, lekin quvonarli holat sizda jigar sirrozi tashxisini hozirgi kunda belgilari yo'q masalan. Jigarni, talog'ni orqaga qaytishi, normaga kelishi bu siz yutug'ingiz. Meni yutug'im, ha. Siz yutug'ingiz. Jigarni yana ham batamom o'zini tiklab olishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Har doim aytaman, men 90 kundan 180 kungacha. Har doim kuzatib boraman. Kichkinagina muddat qoldi, xudo xohlasa. Giyohlarni davom ettirasiz, to'xtatmaysiz. Yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmaysiz. Rahmat hech sizga. qachon. Mahfuzaxon asosan tana shifokorda. Buni isboti o'zing qog'ozlari orqali ham albatta hammasini yuborsangiz uni yana gruppaga ham tashlab qo'yamiz oldin va keyingi natijalarni. Mahfuzaxon mana shu gruppamizda ham aynan sizni tashxisingiz bo'yicha aziyat chekayotgan insonlar bor. Hamma ham aynan virus bilan kasallanib jigarni, talog'ini zararlamagan. Autoimmunniy gepatitlar, toksik gepatitlar bor. O'shanday insonlarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz mahsulotni? Ha, olib ichinglar. Men o'zim boshimdan o'tkazib ichganim uchun boshqalarga ham tavsiya qilaman. Olinglar, ichinglar, zo'r natijaga erishdim men. Sizlarga tanangizga nojo'ya ta'sir ko'rsatmadimi? Yo'q, umuman nojo'ya ta'siri yo'q. Tabiiy hammasi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, farzandlaringiz baxtiga sog'lom bo'ling, hech ham kasal bo'lmang. Yana keling. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling, siz ham ilmingiz bundanda ziyoda bo'lsin. Bizni yo'qlabsiz, Xudo sizni yo'qlasin. Rahmat kattakon.